Nuklein kislotalar. Biz polimer degan narsani birinchi darsda o'tdik menimcha, moddalar mashhur. Ha? Polimerlar monomerdan iborat deb o'tdik. Nimalar polimer o'zi? Oqsil, glukod. Bundan tashqari nuklein kislotalar, biopolimerlar deb eshitdik-ku. To'g'ri? O'shanda oqsilda monomeri amino kislota bo'ladi. Glukodda monomeri polisaxarid bo'lsa, monosaxarid bo'ladi. Endi nuklein kislotaning monomeri nukleotid bo'ladi. Nukleotid. Endi o'zi nuklein kislotalarga nimalar kiradi? Ikkita narsa kiradi xolos. DNK va RNK. DNK dezoksiribonuklein kislota deb o'qiladi. RNK ribonuklein kislota deb o'qiladi. Nimaga nuklein kislota deyiladi? Chunki birinchi marta hujayrani yadrosidan topilgan. Leykosilar yadrosidan topilgan. Endi hozirda yadrodan tashqari qatlarda bor ekan. Mitoxondriya, kloroplast, plastikalarda nuklein kislotalar bor ekan. Birinchi marta nuklein kislotani Friedrich Misher kashf etgan. 1860. Endi undan tashqari Watson bilan Crick degan olim, Watson bilan Crick tuzilishini nuklein kislotaning tuzilishini, ya'ni qo'sh spiralligini kashf etgan. Qo'sh spiral mana bunday qilib yozsak, mana mashlabda tuzilishini kashf etgan Watson bilan Crick. Xo'p, endi DNK bilan RNK. DNK mana uch spiraldan iborat. RNK bitta zanjirli hisoblanadi. Farqi. Keyin DNKda nukleotidlar adenin, timin, guanin, sitozin bo'ladi. 4 xil bo'ladi. RNKda nukleotidlar adenin, uratsi, guanin, sitozin bo'ladi. Demak, timin va uratsi bir-biridan farq qiladi. DNKda timin bo'lsa, RNKda timin o'rniga uratsi bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin RNKni 3 xil turi bor. RNK, ya'ni informatsion RNK, TRNK, transport RNK, RNK, ribosomal RNK hisoblanadi. RNK informatsion RNK bu axborot saqlaydigan RNK, TRNK transport, ya'ni tashiydigan RNK, RNK ribosomalda uchraydigan RNK. Bunda oqsil sintezlash, oqsillar bir-biriga bog'lash va boshqa. Tushunarli? Buni oqsil biosintezda to'liq o'tamiz. Xo'p, keyin yana farqi nima? Hozircha shu. Endi komplementlar mana DNKda bu tomonida bitta nukleotid bo'ladi, bu tomonda ikkinchi nukleotid bo'ladi, bir-biriga bog'langan. Adeninga har doim timin komplementar hisoblanadi. Bir tomonda adenin kelsa, ikkinchi tomoni aniq timin bo'ladi. Bir tomoni guanin bo'lsa, ikkinchi tomoni aniq sitozin bo'ladi. Bir-biri bilan o'rtadagi bog' vodorod bog' deyiladi. Vodorod bog'. Adenin bilan timin o'rtasida har doim ikkita vodorod bog' bo'ladi. Guanin bilan sitozin o'rtasida har doim 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Tushunarli? Endi mana adenin bilan guanin orasi, ya'ni nukleotidlar orasidagi masofa 0.34 nanometr. Bu adenin bilan guanin orasidagi masofa 0.34 nanometr. Agar angstramda so'rasa 3.4 angstram hisoblanadi. Ya'ni o'lchov birligi santimetr, metrga o'xshagan. Xo'p, keyin adenin timin o'rtasida vodorod bog' dedik-ku. Endi bu nukleotidlar orasida mana bu bog' turibdi. Mana shu bog'ning oti fosfodifil bog' deyiladi. Fosfodifil bog' deyiladi. Ular orasidagi bog'. Tushunarlimi? Endi
Mana bu spiralda 10 ta nukleotit bo'ladi. Bir tomonida 10 ta, ikkinchi tomonida 10 ta nukleotit bo'ladi. Demak, bitta spiralda orasidagi masofa qancha bo'ladi? 0.34 ni 10 ga ko'paytirsak 3.4 nanometr. Har bir spiral 3.4 nanometr hisoblanadi. Tushunarli? Va bu spirallar orasidagi masofa bo'lsa 2 nanometr hisoblanadi. Keyin DNKni 100% DNK deb oladigan bo'lsak, har doim adenin nechta bo'lsa, masalan 20 ta deylik. Demak, timin ham 20 ta degani. Har doim sherigi qancha bo'lsa, shuncha bo'ladi. Guanin qancha bo'lsa, masalan 30 ta desak, demak sitazin ham 30 ta. Endi foizda hisoblaydigan bo'lsak ham shu. Adenin 20% deydigan bo'lsak, demak timin ham 20% degani. Guanin 30% degani, demak sitazin ham 30% degani. Shunday soni ham teng bo'ladi, foizi ham teng bo'ladi. Har doim. Tushunarli? Keyin adenin bilan guaninda yig'indisi timin bilan sitazinning yig'indisiga teng. Masalan, adenin bilan guaninni bir-biriga qo'shib qo'ysak, masalan 20 ga 30 qo'shsak nechi? 50. Demak, timin bilan sitazinni ham bir-biriga qo'shsak 20 ga 30 ham 50. O'shani aytyapman. Adenin guanin yig'indisi timin sitazin yig'indisiga teng. Har doim. Tushunarli? Xo'p, keyin shular nukleotid hisoblanadi. Biz nuklein kislota polimer dedik. Mana bu nukleotid dedik-ku. Adenin, uratsil, sitazin, guanin, timin shular nukleotid. Tushunarli? Ya'ni azot asoslari hisoblanadi. Endi adenin va guanin, timin, sitazin, uratsil. Adenin, guanin purin asoslari, timin, sitazin, uratsil, pirimidin asoslari hisoblanadi. Endi purin, pirimidin buni organik kimyo deb atasizlar. Men skeletini chizib beraman xolos. Purinni skeleti. Mana bunaqa tuzilishga ega. Adenin ham, guanin ham skeleti shunaqa. Faqat kislorod, uglerod joylashuvi bilan bir-biridan farq qiladi. Timin, sitazin, uratsil skeleti bunaqa ko'rinishga ega. Tushunarli? Endi bitta nukleotid bo'lishi uchun nimalar qatnashadi? Nukleotid bo'lishi uchun. Ya'ni adenin nukleotidi deyapmiz, to'g'rimi? Timin nukleotidi, guanin nimalar qatnashadi? Birinchisi azot asos, plus monosaxarid, Fosfat kislota qoldig'i. Fosfat kislota qoldig'i. Azot asoslariga aytdik. Adenin, timin, guanin, sitazin, uratsil bular azot asosi hisoblanadi. Endi DNKni dezoksiribonuklein kislota dedik, RNKni ribonuklein kislota dedik. Demak, DNKda monosaxarid dezoksiriboza bo'ladi. RNKda monosaxarid riboza bo'ladi. Tushunarli? Endi plus hammasi fosfat kislota qoldig'i hisoblanadi. Masalan, DNKdagi adenin nukleotidi deydigan bo'lsa, qanday yozasan? Aytdi adenin plus dezoksiriboza plus fosfat kislota qoldig'i yozsak, mana shu adenin nukleotidi hisoblanadi. Shuni shu uchta narsa bitta nukleotidni hosil qiladi. Endi RNKdagi adenin nukleotidi qanaqa yoziladi deydigan bo'lsa, adenin riboza plus fosfat kislota. Bu mana RNKdagi adenin. Tushunarli? Mana shu nukleotidlar og'irligi o'rtacha bizda 345 deb olib ketiladi. Masalan, DNK og'irligi deylik 34500 deb berishi mumkin. 34500. Nechta nukleotid bor desa, sen o'shani 345 ga bo'lib yuborsang, sana 100 ta nukleotid bor ekan DNK'mizda bilib olasiz. Tushunarli?
Xo'p. Endi vodorod bog'lari bilan bog'lanadi degan. Keyin fosfodietil bog' bilan bog'lanadi degan. Mana adenin, guanin, grup orasida timin, bitta sitazin. To'g'rimi? Mana ular vodorod bog', ular fosfodietil bog'. DNK'da formulalarda o'ylaydigan o'shanaqa narsa bor. Masalan, DNK'da nechta nukleotid bo'lsa, mana jami nukleotidni nima yozsak, undan ikkini ayirib olsak, fosfodietil bog' chiqadi. Mana bu bog'lar soni kelib chiqadi. Masalan, DNK'mizda 100 ta nukleotid bor. Nechta fosfodietil bog' bor? Ikkini ayirib olib 98 ta. Bu degani masalan mana bu 4 ta barmoq. Mana 8 ta nukleotid bor, ha? Nechta orasi bor deyapti. Bu 4 ta barmoqda 3 ta ora bor. Bunda ham 3 ta ora bor, ha? Mana demak 8 ta nukleotidda 6 ta orasi bor. Bu degani mana 8 ta nukleotid, 6 ta fosfodietil bog' bor. Tushundingmi? Kinoya orasida har bor. Endi RNK'da-chi, RNK'miz bir zanjirli bo'lgani uchun birdan ayiramiz. Faqat muzanjir bor xolos-da RNK. Tushunarli? Birdan ayirsa fosfodietil bog' soni kelib chiqadi. Tushunarli? Endi jami nukleotidga plus guanin sonini qo'shib qo'ysak, yoki guanin yoki sitazin farqi yo'q, soni berilgan bo'lsa, qo'shib qo'ysak, vodorod bog' soni kelib chiqadi. Nukleotid plus guanin. Endi soni berilmasdan foizi berilsa-chi. Masalan, guanin 30% deb berilgan bo'lsa, ha? Nima qilamiz? 30% deb berilgan bo'lsa, masalan, nukleotid nechta bo'lsa, masalan, nechta deylik? 100 ta deylik. So'roq, guanin 30% deyapti. Demak, 100 tani 1.3 ga ko'paytirib olsang, o'sha 30% ga ko'paytirib, bu birda ham qo'shding degani, 1.3 qo'yadi. O'shanda 130 chiqadi, demak 130 ta vodorod bog'i bor degani. Masalan, guaninimiz 25% berdi. Nechiga ko'paytiramiz? 1.25. Guanin 25%. Men 1.25 ga ko'paytirasan. 125 ta vodorod bor. Necha foiz deb bersin guaninni? 40% deb bersin. 1.4 ga ko'paytirasan. Demak 140 ta vodorod bor. Tushunarlimi? Vodorod bog'ni topish formulasi mana fosfodietil bog'lar topish formulasidan biri bor. Juda ko'p kerak bo'ladi. Oson yo'l bilan ishlash formulasi. Yana nima qilib ketdi? Xo'p, endi bizga ikkita narsa berilgan bo'lsa, mana vodorod bog' bilan fosfodietil bog' berilgan bo'lsa. Masalan, vodorod bog'imiz 100 ta, fosfodietil bog'imiz 50 ta deb tasavvur qilaylik. O'shanda biz 100 dan 50 dan ayirib olsak, bizda chiqadigan narsa guanin plus 2 chiqadi. Ya'ni 50 chiqdimi 150 dan ayirsak. Demak, 48 ta guanin bor degani. Bu plus 2 bu. Shu fosfodietillarni 2 ta ayirib tashlaganimizni qo'shib qo'ygan. Tushundingmi? Vodorod bog' berildi, fosfodietil bog' berildi, nukleotidlar sonini toping degan bo'lsa, o'sha 100 dan fosfodietildan vodorod bog'ni ayirib olsang, chiqqan raqam guanin plus 2 chiqadi. 60 chiqsa, demak 58 ta guanin degani. Tushundingmi? Ha. Shu narsa qolib ketdi. Keyin mana uni teskarisi nukleotidlarni topish uchun, ya'ni guanin sonini topish uchun, masalan, nukleotiddan vodorod bog'ni ayirib olsang, demak guanin soni kelib chiqadi. Mana formulani bunday qo'yish. Tushundingmi? Nukleotidga guanin qo'shsang vodorod bog', endi vodorod bog'dan nukleotid ayirsan, demak guanin soni kelib chiqadi. Guanin sonini topib olsang, demak sitazinni ham topding degani. To'g'rimi? Keyin qo'shib turib
nukleotiddan ayirib olsang, jami nukleotiddan ortib qolgan narsa adenin bilan timinga ortib qolgan bo'ladi. Bu narsa 50 ta ortib qolgan bo'lsa, demak ikkalasi 25 tadan degan. Tushunarli? Savollar. Bormi?